Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Muborak Ro'za hayiti munosabati bilan Sharq Turkiston xalqining Ro'za hayitini tabrikladi. 11 ayning sultoni Muborak Ramazon oyini oxirlashtirib, ro'za hayitimizni kutib oldik. Hammaga qodir Alloh vatanda tajovuzchi Xitoyning to'mir topini ostida yashayotgan barliq qarindoshlarimizni, xuddi erkin dunyoda yashayotgan musulmon qarindoshlarimizdek besim va zulmdan xoli holda o'z-o'ziga xo'ja, hur va mustaqil holda Muborak ro'za hayitini baxtiyorlik tuyg'usi ichida kutib olishga nasib qilg'ay. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan vatan ichi va sirtida yashayotgan Sharq Turkistonlik butun qarindoshlarimizning ro'za hayitini muboraklaymiz va aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt saodat tilaymiz. Shundaqla mush fursatdan foydalanib, Uyg'ur xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizga Allohdan rahmat va marhamat tilash bilan birga ularga bo'lgan oliy hurmatimizni va cheksiz sevginishimizni izhor qilamiz. Bugun biz Uyg'urlar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashist qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dunyo madaniyatiga shonliq to'hfalarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga ko'z yummagan ba'zi davlatlar va xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakatga o'tishga boshladi. Mana shunday xalqliq bir paytda barliq Uyg'ur xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, Uyg'ur davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Agar biz insoniy haq-huquqlarimizni, qadr-qimmatlarimizni, milliy va diniy mavjudligimizni qo'g'dab qolamiz va dunyo musulmonlariga o'xshash erkin va ozod holda hayotimizni qutluqlaymiz deydiganmiz, u holda cho'qim xalqimizga kelayotgan butun zulm va baloy ofatlarning tub manbasi hisoblangan Xitoy hokimiyatining mustamlikasidan asrlardan beri bizni qul qilib kelgan bo'yin to'rqidan uzil-kesil qutulish uchun kurash qilishimiz va bu sharafli yo'lda butun fidokorligimizni ko'rsatishimiz lozim. Mana bu Uyg'ur xalqining birdan-bir chiqish yo'lidan iborat. Oxirida aziz qarindoshlarimizning muborak ro'za hayitini qayta tabriklaymiz va sizlarga salomatlik va baxt tilaymiz. Birga yetib kelgan ro'za hayit va Turkiy millatlarning tirilish, uyg'onish bayrami bo'lgan an'anaviy Navro'z bayrami munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida ro'za hayit va Navro'z bayramini tabriklab faoliyatlar o'tkazildi. Navro'z bayrami Uyg'urlarning uzoq tarixiy taraqqiyotlari jarayonida madaniyat barpo qilish va madaniyat o'zlashtirish asosida shakllantirilgan, ommaviy asos kuchlik, qadimiylikka, umumiylikqa ega yerlik va milliy alohidlik mujassamlangan an'anaviy bayramlarimizning biri. Tariximizga nazar solsak, e'tiqod qilgan dinlarimizning va ishlatgan yoziqlarimizning ko'pligi bilan alohida ko'zga chilqimiz. Bu xil hodisa madaniyatimizning rangarang va jazbador bo'lishiga belgilik ta'sir ko'rsatgan. Shundaq deb aytishga bo'ladiki, millatimiz madaniyat yaratish va o'zlashtirish iqtidori nihoyat kuchli bir millat. Navro'z aslida fors so'z bo'lib, Navruz so'zining Uyg'ur tilidagi o'zgargan varianti bo'lib, so'z ma'nosi jihatdan bahor yomg'iri, tunji bahor kuni, ko'klam kuni degan ma'nolarni bildirdi. Bu bayram Shamsiya kalendari bo'yicha qish oxirlashib, bahorning boshlanish kuni, ya'ni har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglashgan bahorning 1-kuni o'tkaziladi. Navro'z bayrami asli mohiyati bilan yangi yil bayrami bo'lib, bu an'anaviy bayram bizning turmush odatimizda intayin cho'ng ta'sirga ega. Bu qutlug' kunda kishilarda paydo bo'ladigan ma'naviy xushallik va dabdabalik, jo'shqin ijtimoiy kayfiyat eng yuqori pallaga chiqadi. Butun yurt va mahalliy ko'y bo'yicha bayram tantanasiga cho'miladi. Uylarda barakat, mo'lliq simvol qilingan Navro'z ishi aytiladi. Maydonlarga dashqazonlar esiladi. Kishilar savob tepish uchun yaxshi ishlarni qilish bilan birga bir-biriga yaxshilik tilashidi. Ko'ngli og'riq bo'lsa, apu so'rashidi. Ustikorlar ko'zi pishqan va qo'li chivar shogirdlarga hunarning yangi bir usulini o'rgatib qo'yadi. Medres maktablarda molla va ustozlar taliblarga Navro'znoma yozib beradi yoki yozdiradi. An'analarimizni, örf odatlarimizni o'rgatadi.
odam bo'lish haqida nasihat o'gitlarni berishidi. Turli tantarbiya faoliyatlari uyushtirilib, maydonlarga darvozliq sahnalari va sarg'aydilar qurilib, yosh yigitlar, sumbul chashli qizlar mahorat ko'rsatdi. Xalq No'ruz saylisi qilib, nag'ma-navo va xushallik bilan bahorni, ya'ni No'ruzni kutib oladi. Mana shundoq birlikka, barobarlikka, o'mlikka da'vat qiladigan xosiyatli bu kun, bu bayram mayli militaristlar davridagi Shinsey zamonida bo'lsin, yoki milliyatchi Xitoylar vaqtida bo'lsin va yoki kommunist Xitoylar zamonida bo'lsin, izchil cheklanib keldi. Vatanda xalqimiz milliy kimligi, diniy e'tiqodi, urf-odatlardan uzoqlashtirilgan bundaq bir vaqtda bu kunni xotirlash uchun bir yerga kelishimiz, amaliyotda madaniyatimizga va an'anamizga ega chiqqanligimiz va milliy kimligimizni qo'g'daganligimizdir. Bo'libmi bugünkidek tajovuzchi Xitoy bizni radikal, bekinmichi deb qalpoq kiydirib, biz ularga madaniyat o'rgatyapmiz deb biljarlayotgan, necha ming yillik madaniyat an'anasiga ega bo'lgan, dunyo madaniyatiga olamshumul tuhfalarni qo'shgan va hiylam qo'shayotgan bizlarni tarbiyalayapmiz deb qirg'inchilik ilib berayotgan bir vaqtda bizlar mana shundoq go'zal bayramlarimiz, urf-odatlarimiz bilan dunyoga Uyg'urlarning o'zining milliy an'anasiga ega chiqadigan, o'ziga xos kimligi, madaniyati, tili va san'ati bo'lgan, atalmish Junxo millati bilan hech bir aloqasi bo'lmagan, tamoman boshqa bir irq, boshqa bir millat ekanligimizni ifodalaymiz. Bu munosabat bilan bu qutlug' kunda Dunyo Uyg'ur qurultayining chaqiriqi bilan Qurultay Madaniyat komiteti va Uyg'ur Yevropa Madaniyat markazining birlikda tashkillashi bilan Germaniyaning Myunxen shahrida Ro'ziyet va Navro'z bayramliq cho'ng tipdagi san'at faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Myunxendagi Uyg'ur jamoati Germaniyaning boshqa shaharlaridan va Fransiya, Belgiya, Shvetsariya, Turkiya va boshqa joylardan kelgan mehmonlar bo'lib, 200 dan jiq kishi qatnashgan bo'lib, faoliyatga oldi bilan qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin apandim so'z qilib, Ro'ziyet va Navro'z bayramining birga yetib kelishini tabriklab, Navro'z bayramining milliy mavjudligimizning bir partisi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Bugungi Ro'ziyetni va Navro'z bayramini tabriklash faoliyatimizga hoş geldinglar. Bu iki bayram münasebeti bilan hammanglarni qizg'in qalbimdan tabriklayman. Aziz qarindoshlar, Ro'ziyet bizning diniy bayramimiz. Navro'z bo'lsa bizning milliy bayramimiz. Bu iki bayram bugun bu yerda o'tkazilyapti. Belki ba'zilar bu vatanimizda irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan bir sharoitda bu yerda bayram o'tkazib, bu yerda naqshli usul o'ynab, kulib qilishinglar to'g'ri emas deyishi mumkin. Albatta haqli bir savol. Bu bir vijdonning ovozi. Ammo lekin shuni tushunishimiz kerakki, bir millat o'zining diniy e'tiqodi bilan Qurultay raisining so'zidan keyin Germaniya, Gollandiya, Norvegiya, Angliya, Turkiya qatorliq davlatlardan kelgan usta san'atkorlarimiz mehmonlarga Uyg'ur madaniyat san'atidan nomerlarni taqdim qildi. Mazkur faoliyat jarayonida Qurultayning sobiq raisi Dolqin Aysa bu faoliyat uchun kuch chiqargan Uyg'ur Yevropa Madaniyat markazining a'zolari, sohibxonlar va barliq fidokor qarindoshlarimizga minnatdorligini bildirdi. Bu qarindoshlarimiz Ümit Tursun, mas'ul. Bu qarindoshlarimiz bugungi bu so'rovimizning sponsorlari. Her daim büyük kutlar bir Gaskan senin vaxtida dünyanın her qancha joylardan mehmonlar kelganda bu faaliyetlerimizde bütün vücuduyla sponsorluk qilib kelgan
üzüm köpüsünü koşak degende qarindoshlarimiz bugungi mushu so'rinimizning bu o'xshashda sponsorligini qildi. Sizlardan Alloh razı olsun, ko'p rahmat. Bular mushu dastonni sanasini ko'proq tutibdi. Ko'p rahmat sizlarga. İşkemiz rahmat. Sizlardan Alloh razı olsun. Ko'p rahmat. Roziyet ve Noruz işki bayram münasibati bilan dunyoning har qaysi joylaridami qo'sh bayramni tabriklash faoliyatlari elib berilgan bo'lib, Shvetsariyada Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, Roziyet ve Noruz bayramini tabriklagan. 20 mart Roziyet kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi Madaniyat komiteti ve Uyg'ur Yevropa Madaniyat markazining birlikda o'rinlashtirishida qo'sh bayramni tabriklab faoliyat o'rinlashtirgan. Bu faoliyatga 300 dan jiq kishi qatnashgan. Shvetsiya Uyg'ur birligining tashkillashida 20 mart kuni Roziyet ve birga yetib kelgan Noruz bayramini tabriklab faoliyat o'rinlashtirilgan. Angliya poytaxti Londondami 22 mart kuni Angliyadagi Uyg'ur yoshlari va boshqa turkiy millatlar tarafidan birga yetib kelgan bayramlar tabriklangan. Kanada Sharq Turkiston jamiyati va Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti tarafidan Kanada M62 programmasi ichida yangidan kelgan Uyg'urlarni kutib olish va yangi kelgan qarindoshlar bilan va u yerdagi yerlik Uyg'urlarning bir yerga jam bo'lishida Roziyet va Noruz bayrami Kanadaning Toronto shahrida tabriklangan. O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazining tashkillashida O'zbekiston poytaxti Toshkentda Roziyet va Noruz bayrami tabriklangan bo'lib, bu yig'ilishda 90 yoshga kirgan Dilbar opayning Uyg'ur muhojiratini va O'zbekistonlik Uyg'urlarni milliy an'anasi va kimligini qo'g'dash haqida qilgan so'zlari yuraklarini titratgan. Bizning o'z vatanimiz, o'z maydonimiz, o'z xalqimiz, o'zimizning yurtimiz bo'lishini orzu qilamiz. Qozog'iston Uyg'urlari har qaysi yurtlardagi yigit-beshlarning tashkillashida jam bo'lib, Roziyet va Noruz bayramini tabriklagan. Amerika Uyg'ur jamiyatining tashkillashida 21 mart kuni Uyg'ur madaniyati, yangilanish va mansublik nomida Roziyet va Noruz bayrami munosabati bilan tabriklash faoliyatlari o'tkazilgan. Sen gelmedin. ...21 mart kuni Türkiye'de faoliyat elib berayotgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisi va boshqa Sharq Turkiston tashkilotlarining o'rtaq sahifxonligida İstanbulda o'pchi yetilish faoliyati o'tkazilgan. Bu faoliyatga Türkiye'de faoliyat elib berayotgan har qaysi tashkilot rahbarlari, vakillari, ulamolar, oqsoqollar va İstanbulda yashayotgan yuzlagan Sharq Turkistonlik yurtdoshlar qatnashgan. Faoliyatda Dünya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi Abdurashid Abdulhamid so'z qilib, Roziyet va Noruz bayramini tabriklash bilan birga Qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddin apandimning qarindoshlik ro'yini kuchaytirish, birlik ittifoqlikni mustahkamlash va Sharq Turkiston da'vosi uchun o'rtaq ong bilan harakat qilish haqidagi so'zni yetkazgan. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining tashkillashida 5 parlament a'zosi, har qaysi xalqaro tashkilotlarning mas'ullari va 100 dan ortiq Avstraliyada yashayotgan Uyg'urlarning qatnashishida Avstraliyaning Sidney shahrida Roziyet va Noruz bayramini tabriklash faoliyati o'tkazilgan. Yılbaşı Noruz iyi, Noruz namidir. İllidi zimin, terlidi zimin. Noruz teptidin hararet ilib. Hürmetli ko'rurmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.